Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana hozir Keles Kirov mahallasiga kelganmiz. Mana bu yoqda Uz-Sotu to'rxona uyi obzorini qilib beramiz sizlarga. Mana boshladik. Mana bu kiraverish. Kiraverganda mana bunaqa joy bor. Navesli bemalol ikkita mashina sig'dirsanglar bo'ladi. Mana bu yoqni letniy kuxni qilib olsanglar ham bo'ladi. Joyi bor. Xo'p, davom etamiz. Mana o'zini zeleniy zonasiga ega. Mana bu hojatxonamiz. Mana отдельный qilingan. Xo'p, keyin ko'rsatib ketamiz u yerda. Bu yog'iga. Xo'p, mana podvolimiz. Bu ham bitta mana xona ko'rsanglar bo'ladi. Oshxonamiz. Yonida mana o'zini xonasi ham bor ekan. Ha, mana xonalar ham. Xonalar ham yaxshi ekan, oshxonasi ham yaxshi. Mana bu yoqdan yana bitta xonamizga kirar ekanmiz. Xonamizga kiramiz. Xo'p. Yaxshi. Remontlar o'rta, yomon emas. Kelib yashasanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, mana oxirgi xonamiz. Bu ham bitta xona mana. Bu xonamiz, zalimiz, kattagina zalimiz. Remontlari ham yomon bo'lib ketmagan, yaxshigina. Mana bu ham bitta spalni xonamiz. Xo'p. Mana hovlimizning ko'rinishi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ikkita tualet, bitta hammom, to'rxona. Hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiya, suv, gaz, muammo yo'q. Mehnatda mahallasigacha, zamonagacha 1 kilometr 200 metr. Mahallani e'tibor beringlar. Mahalla ham yaxshi joyda. Transport, Damaslar, Chorsudan qatnaydi. Avtobus endi qo'yiladi deyapti. Xudo xolisa bo'lib qoladi u ham. Ko'ringlar, kelinglar va Uz-Sotuli uyga ega bo'linglar. Avvalambor vaqtinglarni ayamay ko'rganinglar uchun rahmat.